L-karnitинning bepushtlikdagi o'rni. L-karnitin o'zi qanday modda va bepushtlikda qanday yordam beradi? L-karnitin bu aminokislota hisoblanadi. Organizmda jigar, buyrak, miya hujayralarida sintez bo'ladi. Faqatgina 25% organizmdagi sutkalik me'yorni organizm o'zi sintez qilishi mumkin. Qolganlarini esa organizm tashqi mahsulotlardan, oziq-ovqatlardan oladi. Bu mahsulotlarga qo'y, mol go'shti kiradi, sut mahsulotlari kiradi, tovuq go'shti kiradi. Ulardan organizm L-karnitinni oladi. L-karnitin kuchli antioksidant hisoblanadi. Antioksidant bu spermatozoidlarni oksidativ stressdan saqlab qolib, erkin radikallarni zararsizlantirishda ishtirok etadi. Bundan tashqari L-karnitin spermatozoidlarni harakatchanligini yaxshilaydi, sifatini oshiradi va spermatozoidlarni yetilish jarayonida ishtirok etadi. Yana bir yaxshi xususiyati L-karnitin spermatozoidlarni DNKsini zararlanishdan saqlaydi. Shuni hisobga olgan holda L-karnitinni bepushtlikdagi o'rni juda ham muhim hisoblanadi. L-karnitinni bepushtlikda o'zini alohida monoterapiya qilib ichsa ham bo'ladi yoki qo'shimcha boshqa moddalar bilan birga qo'shib, vitaminlar bilan birga qo'shib ichsa bo'ladi.